Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zavqli xayriya jamoat fondi yordam bergan kelyapmiz. Murojaat qilgan ekansiz. Nima masalada yordam kerak edi? Shu bolalarımda davolanishiga yordam kerak. Bu sizlar yashab turgan uylaringizda. Ko'rsatsangiz maylimi? Ha, mayli, bemalol. Ko'rsating. Bu tarafda nimangiz bor? Ismingiz nima? Ma'ruf xonadonimiz xonadonlariga keldik. Mana hozir ahvolni ko'ryapsizlar. Bu balkon shikili. Ha, balkon. Bu balkonlar ekan. Narigi xonalarga kirsa bo'ladimi? To'poloslar ham yo'q. Bu to'g'rini oching, bu qanaqa xonasi? Bu oraya. Hammom. Bu oching. Ko'rsatsangiz maylimi? Mayli. Bu hammomlar ekan. Shuni xonasi. So'ngida cho'milishar ekan xonamiz. Bu bolalar bilan yotoqxonasi, bolalar xonasi. Bu tarafchi edi. Bu unaqa bermadi. Xonada bunaqa. Baqa yuraveramiz, baqa yuraveramiz. Yotoqxona. Bu yer mana bu qizimiz otlarinmi? Durdonaxona. Xotirjam va durdonaxona. Durdonaxona bo'ldi. Bo'ling durdonaxona o'rlariga. Axir biz Zavqli xayriya jamoat fondi nomidan oz bo'lsa ham mana xayriya pullarimizga tushgan mablag'lardan yordam beradilar. Do'konga berasa, oz bo'lsa ham ko'p o'nda qabul qilasiz. Sog' bo'ling axir. Nima masalada yordam kerak qizingizga, o'zingizga? Shu davolanishimizda. Nima kasallik bor sizda? Aytdim, grija. Bo'ynimda grija, gepatit. Telefon Revmatizm. Durdonaxonda qanaqa? Durdonaxonadagi shu episkop tutqanoqlar bor. Nimaga bunaqa kasallik qoldilar bu kishi? Yaxshi ahvol. Bunaqa yiqqatligimda xo'jayin urganlar, tepganlar. Qaysiga tepganlar? Qonimda tepgan. O'shandan keyin bolam shunaqa bo'lib qolishgan. Chaqaloqligidan beri shu bola episkiya tutqanoq. Shu dori-darmonlarni ichib yuradi. Nahraga, damkonga chiqdim, hech qaysisi yordam berishmadi. Uyimizni ko'ryapsiz, holatimizni ko'ryapsiz. Men ham shu xronический gepatit yuqtirib olib, bolalarimizni shu moddiy yordam bolalari bilan kunimizni ko'rib yuramiz. Boshqa kunlari ko'chalarga chiqib, tilamchilik qilib, masjidlarda o'tiraman, kaypinga boraman, qo'qinga boraman, bozorlarga borib, odamlardan ehson so'rab, shu bolamni dor-darmoniga, sog'ligimizga yordam beringlar deb duo qilib, o'sha odamlardan yordam so'rab, o'sha yerlarga non pulimizni yig'ib kelamiz. Biz ham xayriya fondimizni kuzatib turganlardan iltimos qilamiz. Karta raqamlaringizni qo'yamiz, xudo xolasa. Ularni ham haqqiga duo qilib qo'ysangiz axir. Yordam berishsin iloyim hammalar, xudo xolasa sizga. Kartangizga qo'llaridan kelgancha ehsonlarini tushishlarini iltimos qilamiz. Homiylarimizdan duo qilib qo'yasiz. Shu ehson qilganlar ham bizga ham ehson bersin. Shu sizlarga ham yordam berganlaringizga rahmat deb aytamiz. Shu farzandim Allohim shu Durdona xonimga ham Allohim shifo bersin, menga ham shifo berib, birinchi o'rinda shu qizimni davolat oling. O'zimda ham birinchi o'rinda sog'ligim bo'lsin. Hali shu jala bolalarimga hali kerak bo'lishim kerak. Men ham umrimni uzoq qilib ko'p yashashim kerak. Shu farzandlarimni baxtiga sog'-salomat o'ynab kulib yurishim kerak. Sizlarga ham Allohim sizlarga ham bersin, ko'p qator bizga ham bersin. Allohu akbar. Dardimga shifo bersin shu farzandlarimni. Sizlarga ham rahmat aytamiz. Sizlarga ham duo qilamiz. Bizdan qaytmas Allohdan qaytsin. Allohim sizlarga ham bersin. Farzandingizga ham dardi bersin. Sog' bo'ling.